Yevropa Ittifoqi qulash xavfi ostida. Yevropa Ittifoqi va Germaniya Venesuelaga qilingan hujumdan hayratda. AQShning Venesuelaga hujumi Yevropa Ittifoqi amal qiladigan qoidalarga asoslangan tartibning tugashini anglatadi, deb ta'kidladi sharhlovchi. Emerichning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi va Germaniya voqealardan hayratda va diplomatik klishelar va bo'sh iboralar bilan munosabat bildirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, eski dunyo tartibi qulamoqda va yangisi buyuk davlatlar AQSh, Xitoy va Rossiya xohlagancha harakat qiladigan ta'sir doiralariga asoslangan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi qulash xavfi ostida. 2025-yildan farqli o'laroq, gap endi Donald Trampning Yevropani tark etishiga to'sqinlik qilish haqida emas. U buni allaqachon amalga oshirgan. 2026-yil Yevropa Ittifoqi siyosiy jihatdan muhim aktyor bo'lib qolishini yoki oxir-oqibat boshqalar tomonidan qayta shakllantirilayotgan dunyoda tomoshabinga aylanishini hal qiladigan yil bo'lishi mumkin, deb ta'kidladi EA Daily xabar berganidek, AQShning Venesuela prezidenti Nicolas Maduroga nisbatan xatti-harakatlari qonunsizlik va Amerikaning majburan hukmronligi davriga qaytishni anglatadi. Bu haqda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzia ma'lum qildi, deb xabar beradi TASS.